Qurbon hayitiga sovg'amiz bor deb qo'ydim. Aka, nima sovg'a qilamiz? O'zi nima sovg'a beryapmiz-ku, yana nima qo'shib beryapmiz? Olish tartibi qanaqa? Naqd pul olib berish kerakmi? Pul o'tkazib berish kerakmi? Plastik olib kelish kerakmi? Pasport bilan ish bitkazib beramiz. Bitta pasport. Ha. Lokatsiyani, manzilni eslatib o'tib ketishim kerak. 3 tonna berganmiz, 3,5 tonna yuklab, aytdilar, dedilar, tog'li joylarga chiqibman, bemalol olib ketdi. Akaga malades, respekt. Hali nomer taqmasdan 2000 yurib qo'yibdilar. Qoyil bergan bo'lishi mumkin emas. E'tibor beringlar, bu Polni eng oxirgi modeli, restylingda ham restyling bo'lgani. Labodan ustunliklarini bitta sanaylik aka, mana shu mashinani. Damas bilan solishtirganda endi minusini ham aytaylik. Avtomat qulflash sentr zamovi ham bor. Mashina 20 tezlikka chiqqanda sirasi qulflaydi. Vodiylik akalar, Andijon, Farg'ona, Namanganlik akalar, Shinreylarga endi ehtiyot qism muammosi yo'q. Qo'limda sharovoy turibdi, vozdux filtr turibdi. Undan tashqari ehtiyot qismni bosib tashashibdi. Malades akalarga aytganimni bittada qilib qo'yishibdi. Videoni diqqat bilan shoshilmasdan ko'ringlar. Qurbon hayiti yaqin, bayramga yaxshi yangiligimiz ham bor va mana u yangilikdan tashqari u yangilik shu yerdan mashina olganlar uchun hayit bayramiga yaxshi bonuslar qilib berishmoqchi. Shuning uchun videorolikni o'tkazmasdan, shoshilmasdan xotirjam ko'rishni tavsiya etaman. Videorolikni boshlaymiz. Videoni boshidan like bosishni unutmanglar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, shunga o'xshagan yangiliklardan, birinchilardan xabardor bo'lasizlar. Biz videorolikni boshladik do'stlar. O'rtoqlar, mana videorolikni ham boshlab oldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Sog'liqlar yaxshimi? Charchamasdan. Keling, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, Mega Dunyo obunachilarimiz. Sizlarga bir kichkina yangiliklarni qilib turibmiz, xudo xolasa Qurbon hayitiga ham bir yangiliklarimiz bor. Ehtiyot qismlardan hozir boshlaymiz, xudo xolasa. Ehtiyot qismlardan moy, avtol filtr, kalotka deysizlarmi? Hamma narsani olib kelib qo'ydi. Sharovoylar, svichalarmi, mashinaga zubchati remen kerak bo'ladi ko'pchilikga. Korzinka perioda og'ir yuk tashigan paytlarda ko'p ishdan chiqib qolishi va bunaqasi bor. Svicha providerlar, stop chiroqlarimiz hammasini olib kelib qo'ydik, xudo xolasa. Konditsioner radiator mana o'rtoqlar. Mana suv radiatori, troslar, qirlochalar, kuzov zapchaslari. Kuzov detallari ham olib kelib qo'yishdi, malades. Amortizator silikon prujinalar bilan. Prujinasi bilan tayyor. Shuni tiqib turib 15 minutda ketadigan. Siplena troslargacha qo'ldan kelgancha olib kelib qo'ydi, ozgina bo'lsa ham. Oblisovka, bokovoy, tumanka. Ko'ryapsizlarmi, o'rtoqlar? Mana endi moylarni ham olib kelib qo'yishibdi. Именно shu mashinalarga, mana shu salonda bor mashinalarga tushadigan moylargacha olib kelib qo'yishibdi. Основной birinchi yordam, ya'ni ko'proq buziladigan, ko'proq kerak bo'ladigan ehtiyot qismlarni olib kelib qo'yishdi. Bamperlar qaranglar. Mana shu bamperga ham Toshkentga borib yurmaysizlar. Shu yerdan bitkazamiz, xudo xolasa. Mana korobkalarni ham ehtiyot qismlar. Mana qaranglar, mana bamper. Narigini T50. T50 ha. Tagidagisi T32. T32. Poliglar. Odatda mashina olganlarga polig ham qo'shib beryapsizlar. Xudo xolasa. Endi hozir yangilik ustida ishlashyapti. Yana ham yangiliklar qilib beraman deyishyapti. Keling endi bu mashinalarda nimalar yangiliklar bo'ldi, nimalar qo'shib beryapmiz, nimalar bo'lyapti, narxi oshdimi, tushdimi, shu haqida ozgina gaplashib o'tib ketsak. Endi bizda asosiy pul topadigan mashinalarimiz Shinreylar, albatta inomarkalar ham bor. Bular haqida ham gaplashamiz. T30 eng legendarnisi, ko'p sotiladigan. Hozir eng jaydari bo'lib turibdi. Ko'chada ham, hamma joyda Laboni qotili deb sekin nom chiqazibdi bu. Labo buni yurganlar ham sekin bunga qarab o'tishdi bu mashina T30imizga. T30imizda Labodan ustunliklarini bitta sanaylik aka, mana shu mashinani. Nima ustunligi bor Labo? Ustunligi salon ichidan boshlasam. Ha. Rul elektronika. Rul elektronik yumshoq. Mana qaranglar, salon. Rul elektronik yumshoq. Rul elektronika. Monitor, magnitofon hamma narsasi ichida. Zadniga solganda zadnik kamerasigacha bor. Wow. ABS tormoz. Konditsioneri bor. Sidinalar ponni koja. Oynali ponni elektronika. Oldiga orqaga va orqaga ham ozgina anaqasi ham bor. Ko'ryapsizlar? Moslab olinadi, xohlagan razmerga. Oynali ponni elektronika. Avtomat qulflash sentr zamovi ham bor. Mashina 20 tezlikka chiqqanda sirasi qulflaydi.
Bunda ham bormi? Bunda ham bor. To'g'risi men bilmasdim 20. Buni endi uzoqqa minib ko'rmaganligim uchun bilmasdim. Inomarkalarda bo'lardi. Mana bunda ham bor ekan. Bor. Kichkina detalligacha ahamiyat berib, xudo xolasa, so't ham chiroyli qilib chiqazib berishdi hamma narsasini. Endi yuk ko'tarishchi aka buni Yuk ko'tarishiga 2 tonna beribdimiz. U yog'i 2,5 tonna. Masalan, yuklaganlar ham ko'rdik. Bemalol tortib olib ketibdi mashina. 2,5 tonnani ham olish 2,5 tonna oladi, bemalol oladi. Voy. O'zi грузоподъемниga qancha zavod? 2 tonna. 2 tonna beradi. 2 tonna. 2 tonna. Uzunligichi? Uzunligi 3.15 ga 1.72. Endi uzunliklarini, og'irliklarini qancha ko'tarish haqida Damas'ni o'zingizlar hisobini qilib olasizlar. Endi Damas bilan solishtirganda endi minusini ham aytaylik. Nimasi bilan minusi farq qilishi mumkin? Endi Damas bilan buni minus tomonini hisob kitobi yo'q. Endi to'g'risi akam sotadilar, minusini ayta olmaydilar chunki yo'q, haligi minusi yo'q. Sotadilar tabii. Men sizlarga minusini aytaman, hozir qarab turinglar. Ehtiyot qismdan minusi bor edi, mana ehtiyot qismdan o'sha minusi ham yo'qoldi. Mana olib kelib qo'yildi. Ehtiyot qism topish sal qiyin bo'lardi, inomarkalarni olib kelib qo'yildi. Endi narxida minus bo'lishi mumkin. Lekin bu narsani qoplab ketadigan narsa yuk ko'tarishi shuncha komfortni qimmatligini menimcha yopib ketsa kerak. Labo toshi yurganlar, Laboni haydab yurganlar ko'pchilik. Laboni bir res borib kelishgan, ikki res borib kelishgan joyi bir resda olibdi bu. Yo'l ancha qisqa bo'ladi. Menimcha shuncha plyus, minuslar yopib tashlaydi-da. Yana bilmadim. Bitta kommentariyada izohlangizni qoldiringlar. Ko'p ko'rib qolyapman, to'g'risida. Aytib ketib qolar ekan, uzun quloq gaplarni eshitib qolyapman-da. Texnikani qarab yurilsa, hech qaysi texnika buzilmaydi o'zidan. Buzilmaydi. To'g'rimi aka? Agar buzilganda odamlar shunaqa zerikkanda bozorda shinri to'lib ketish kerak edi. Sotuvda yo'q. Men o'zim ham eminni Namanganni bozoriga chiqib, proverka qildim. Olib chiqib mana shu mashinadan qo'yib ham ko'rdim, xalq tanitsin deb. Bitta yarimta 22-yil, 21-yil, 4 yil, 5 yilga mashina chiqib qolmasa yo'q. Bozorda yo'q. Aslida bu mashina birinchi kirib kelganda kerak bo'lsa, o'chirtga turib olishgan GMga o'xshab. To'g'rimi? Shunaqa. Siz mana o'zlari glавный ofisda ishlaganlar, buni sotuvlarini juda ham yaxshi biladilar. Ikkalamiz ham bilamiz, shuning uchun men bemalol qo'rqmay aytyapmiz. Menimcha bemalol o'zini narxiga arziydi deb o'ylayman. Qarang, hozir narxi qancha buni? Narxi hozir benzinlik variantimiz $13,700. $13,700. $500 aksiyamiz hali ham davom etibdi. Buni haligi $500 aksiyamizni davom etish sababi ham shu xalqimiz uchun, shu mashinani olmoqchi bo'lganlar uchun bir foydali bo'lsin deb shu aksiyani bir iltimos qilib rahbariyat tomoniga shu narsani iloji boricha cho'zib harakat qilibdimiz. Gap yo'q. Endi buni gazligini narxi qancha bo'lyapti? Gazligi $14,550. $14,550. O'sha aksiyada $500 kamiga $14,050 ga shartnoma qilishadi. O'rtoqlar, gaz qo'yilgan hisobiga narx ko'tarilganda, lekin $500 aksiya unga ham amal qilyapti. $500 arzoniga olasizlar. Endi sekin bu yoqqa yuraveramiz aka, bu T30. T30 bu. Mana etiga qaranglar, mana etiga qaraysizlar, mana ko'ryapsizlarmi? Oldida T30 risorligini ko'rganmisizlar mana? Ko'rganlar juda ham tanidi, mana qo'sh balonlik, oldi ham, orqasi ham risor baquvvat bo'lib chiqqan. T30 Retsani varianti bu. Nargi T30 ga qaraganda bu ancha kuchliroq. Bunga xarakteristikasiga 2,5 tonna berishdi. 2,5 tonna. 3 tonnagacha bemalol oladi. Bemalol. Mashina ozgina kichikroq, og'ir yuk tashiydigan insonlar bor-da. Ana shu odamlar uchun juda zo'r. Qulay, kichkina bo'lsa ham og'ir yuk metal o'shaning uchun moslangan. Orqa balonlari qo'sh balon, oldilari ponur risollik, orqa bortining uzunligi ham 3.15 ga 1.72. Nargi T30 yakka balon bilan deyarli bir xili. Lekin buni motori 1.6 Dons motor. 124 ta. Unda 1.5 motor. Bularning hammasi 2024-yildan bu yog'i zubchat emas, sepli chiqibdi. Sepli degani ancha baquvvat deganda, haligi har masalan 10 ming, 20 ming probeg yurganda zubchati natrijeti sep almashtirib degan narsa bo'ladi-ku. Bularda unaqa narsa bo'lmaydi. Eshitdinglarmi o'rtoqlar?
hammasi уже 24 dan bu yog'i sepli chiqib turgan. Buni narxi qancha bo'lyapti? Bunisi $15.100. 15100 bu benzin ha bu? Benzinlik. Gazligi bo'ladimi? Gazligi yo'q. Gazligini o'zimiz stek gaz bilan ishlatganmiz. Shundan qo'ydirib beramiz, garantiya asosida ketadi. Garantiya qoladi o'shanda. Qoladi shu holatda. Stakdan qo'yib beriladi. Uni xohlasalar propan, xohlasalar metan qo'yadilar. Bunda zo'tdan aslamda bizga benzinli variantda keladi bu. Eshitdinglarmi? Ekranda nomerlar turibdi. Qo'ng'iroq qilsanglar, eslatib o'tib ketaman. Bu salon Qobil aka ochganlar, o'zimiz Zemlyak, Namangan shaharda, Lolani yo'lida. Sizlarga ko'chaga chiqqanda ko'rsatib ham, orientirda aytib ham ketaman. Ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilsanglar tushuntirishadi va lokatsiyani ham tashlab berishadi. Hozir bunda ham o'sha $500 aksiya Bor. bor ha? 14600. To'g'ri keladi. O'rtoqlar eshitdinglarmi? T32 bog'dorchilik, fermerchilik bilan shug'ullanadigan akalarimiz uchun juda ham yaxshi variant, ham odam, ham yuk tashish uchun qulay variant. T30 bilan hamma yog'i bir xil, lekin shu dubl kabina, orqaga ikkinchi qator qo'shilgan bo'ladi, motori, tormozi, hamma yog'i bir xil bo'ladi. Narxida o'zgarishi bor buni baribir. Buni ham benzinli variant $14700. Gazli varianti $15550. $500 dan skidka qilamizmi? Bunda ham 500 bor skidka. 500 Benzinligida ham, gazligida ham bor. $500 skidka bor, hali qilib beramiz unisini ham. O'rtoqlar, marhamat, bu gazligi ekan ha bu. Mana SNG, mana emblemi bor, gazi bor degani. O'rtoqlar, zavoddan shunaqa gaz bilan keladi. Garantiyadan chiqib ketmagan holatda sotib olishinglar mumkin. O'sha o'zimizni mashhur, juda ham ko'pchilik xohlaydigan, qidirib yurgan qo'sh ballonlik T50 gazlik o'rtoqlar. E'tibor beringlar, bu polni eng oxirgi modeli, restylingda ham restyling bo'lgani, eng so'nggisi. Bundan keyin hali chiqqani yo'q. Eng fulli shu. T50 eng oxirgi modeli. Buni shoshilmay bitta detallarni ko'pchilik olganlar ham, masalan, kecha ham bitta klientimiz keldilar Andijonda. 3 tonna berganmiz, 3,5 tonna yuklab, hali lekin shu spravka chiqmadi. Aytdilar, dedilar, tog'li joylarga chiqibman, bemalol olib ketdi dedilar. 3,5 tonna. 3,5 tonna yuklab, tog'li joylarga dedilar, dastavka qilib yuribman dedilar. Hali lekin shu spravka chiqqani yo'q, haydab yuribdilar, ha desam 2000 km yuribdi 10 kun ichida. Vobshim haliga yurishiga xudo xolasa ko'z tegmasa, parod qiladigan, hijolat qiladigan mashina emas bu. Akaga malades, respekt. Hali nomer taqmasdan 2000 yurib qo'yibdilar. Qoyil gap bo'lishi mumkin emas. Buni ham oldi resor bo'ladi, mana ko'ringlar. Oldi resor bo'ladi. Orqa o'sha qo'sh ballonlik resor bo'ladi. Mana qo'sh ballon va resor bo'ladi. Ikkita gazi bo'ladi, ha bunda. Ikkita 90 talik gazi bor. 90 talikdan ikkita. Zavodskoy. Xo'p, bort uzunligi eni 385 ga 185. 385 ga 185. Zadniy vid kamerani ko'rsatib o'tib ketishim kerak. Orqa yurganingizda monitordan orqasi ko'rinadi. Bu degani salonda monitor zavodskoy bor o'rtoqlar. Yuk ortib ketishgan paytda ham yuk bilan yurishadi-yu. Shu paytda zadniyda kamera juda kerak bo'ladi. Nimaga? Katta gruzovoy mashinaga kamchiligida bo'ladi-da kamerasi. Bunda bor. Nimaga? Zadniga siz yuk ortib olgan paytingizda orqada bir nima bormi, ariq bormi, borgan masofangizni masalan titillaydi sensor o'zi. Masofasi qolgan sari titillaydi o'zi. Gap yo'q. Signallar, datchiklar hammasi bor. Bunda ham shuni singari konditsioner, rollar ponni elektronika, ABS tormoz, oynalar ponni elektronika tushib chiqadi. Zo'r. Keyin yana bitta narsasiga qo'yil qoldim. Amerikanskiy pikaplar bo'ladi-ku, shunga o'xshab ketadigan pikaplarda bunaqa podnoshkalar bo'ladi. Bunga ham zavoddan bunaqa paroglar, podnoshkalarni qo'yib chiqarilgan. Shunisiga besh ketaman, gap bo'lishi mumkin emas. Olib turib, podnoshka qo'yishinglar shart emas. Men to'g'risi, mana unaqa inomarkani olganimda ikkalasiga ham shunaqadan qo'ydirganman. Inomarkada yo'q narsa bunda bor-da. Inomarkada yo'q, lekin yuk tashiydigan mashinada bor. Shunisiga qo'yib qolaman. Hozir gazligini narxi necha pul bo'lyapti endi? Gazligini narxi hozir bu ham skitkada turibdi. Tan narxi $22200. Lekin hozir skitka qilib berildi. Lekin mashinalarning soni cheklangan. $19200 xarid qilishadi. 19200 ga olib ketishadi. Olib ketishadi. $3000 arzon bo'lyaptimi? $3000. O'rtoqlar, fursatdan foydalanib qolinglar. Mashinani bu aksiyani vaqti emas, soni cheklangan. Mashinaning soni cheklangan. Soni cheklangan.
Indinga tugab qoladi, endi ertaga tugab qoladi. Ha, mashinaning soni ozligi uchun aksiyaning muddatini belgilanmagan. Ha. Ha, bu aksiya bilib bo'lmaydi. Ertaga masalan mashina soni tugab qolsa, sirazi aksiyamiz yopiladi. Qobil aka, endi qarangda, buni olish tartibi qanaqa? Naq pul olib kelib berish kerakmi? Pul o'tkazib berish kerakmi? Plastik olib kelish kerakmi? Nima? Olish tartibi birinchida kelishsa avtokredit bilan naqdga savdo qilibdimiz. Nasiya savdoyimiz yo'q. Bular yangi mashinalarimiz. Bitta pasport bilan ish bitkazib beramiz. Bitta pasport. Ha. Pul olib kelishadi. 25% bo'lsa bo'ldi. Ha, 25% boshlang'ich to'lov bilan olib chiqib ketish mumkin. Ketishadi. Bo'ldi, uni telefon qilishadi, gaplashib olasiz. U o'sha narsa Manularga ham amal qiladimi endi? Qiladi, bularga ham amal qiladi. Hammasiga. SVM kompaniyasi, ya'ni Xitoy Italiyani kompaniyasi bilan qo'shma korxona qilib chiqaryapti. Mana bu inomarkalarni o'rtoqlar. Italiya brendi. Bunga misol qilib ko'rsataman. Bayrog'i ham bor edi, qaysi tomonda? Rolda bor. Ruldami? Ichida, salonchida. Mana oldida ham turibdi mana. Mana edi, Italiya bayrog'i bilan chiqadi, ko'rib turganinglardek. Italyanskiy mashinalar oddiy o'zimiz minib yurgan Jigulilar ham Italiyadan chiqqan o'zi. Shunaqa. Fiat kompaniyasidan. Mana Italiya masalan kecha bugunga chiqqan mashina emasda, bu ilsangiz mototsikllarda bir baklarda ham bo'lardi. Ha. Hali shunaqa narsa hali ham bor o'sha kompaniyada. Xo'p, mana undan boshlayveramiz endi. Bularni ham ko'rsatib ketaylik. Ha, CVM G01. G01 bu benzinda bu. Benzin. Propan metan qo'ysa ham bo'ladi bunga. Buni motori bir turbina, to'g'rimi? Bir turbina. Eng kamida 92 benzin quyasizlar bunga. Sifatli benzin quyishni tavsiya etamiz, lekin 80 quyib yurmanglar. 92 quyasizlar. Расходi 7.2 yozgan. 7.2 zavod yozgan. Dalnida, to'g'rimi? Dalnida 7.2. Shahar ichi haydasangiz 8 ta 9 tagacha ichadi-da. 10 ta deylik. Ha, bu yog'ini 10 ta deylik, endi havo bo'lganligi sababli, havo bo'lsa, konditsioner qo'shasiz, boshqa bo'ladi. Ma'lum miqdorda расход ko'payishi mumkin. 360 gradus kamera, bu yaxshi ham yordam beradi. Bakoy qiziydi, slipoy zona eng kerakli narsa mana bu narsa. Bu ham kerak. Mana birinchi o'rinda kerak. Men his qilyapman kerakligini. Beskulchoy do'stim, kalitsiz, kalt yoningizda bo'ladi. Bitta bo'lsangiz, chirq ochiladi, ketaverasiz, kaltni tiqib burab yurmaysiz. Va pulti ham o'zida bo'ladi. Kaltda pult bo'ladi. O'ynalar knopkada bo'ladi. Endi buni obzorlarini ko'rgansizlar, ko'rmaganlar uchun bitta takrorlashib ketyapman. Koja salon, elektronli o'rindiq, ko'ryapsizlar, perforatsiyali koja, multirul, cruise kontroli bor. Nimalari borligini bitta ko'rib olinglar, mana ko'ryapsizlarmi? Eng qizig'i avtomat korobka, bu ham avtomat endi robot o'rganib qolganmiz avtomat deyishga. Bunaqa shaybali, podstakanlik, monitor ko'ryapsizlar. Panorama lyuk, qora potolok, bu 5 kishilik mashina. Bunga propan ham qo'ysa bo'ladi bemalol. Bo'ladi. Metanni ham qo'yishyapti, lekin maslahat bermaymiz. Endi metan ham qo'yib haydaganlar bor. Endi unchalik ko'p emas, aslan propan qo'yishdi. Narxini qancha bo'lyapti endi? Narxi $19.900. 19.000. Bu ham hozir bu 23.000 sotilgan. 23.000 ga. Bu ham skidkaga tushdi, mashina soni cheklangan. Zo'r. O'rtoqlar 20.000 ga bormagan narxga olib ketasizlar. Mana ular zavoddan chiqadi. Bular qo'yishmagan. Mana ular ham zavoddan chiqadi. O'rtoqlar, marhamat, ekrandagi nomerlarga murojaat qilasizlar yoki bo'lmasa manzilni ham eslatib o'tib ketamiz. Bunisi endi chempion, bu SVM G03F ref degan mashinalarida. Oti ham rosa uzoq. Bu gibrid, o'rtoqlar, ham tokda, ham benzin yuradi. Benzin buni g'ildiragini aylantirmaydi, zaryad beradi. Faqat generatordan chiqqan tok bilan mashina harakatlanadi. Bu 7 kishilik bu. Bu 7 kishilik. Beskulchoy do'stib, bakoylar qiziydi. 360 yo'q, lekin shunga yarasha narxi anchagina kompaktli edi. Hozir gaplashamiz u haqda ham. Salonni qaranglar. Mana bunaqada nima qaymoq rangda bu yer balotuyali zangori. Mana Rolls Royce'larda ishlatilgan anaqa ranglar. Mashina saloni juda chiroyli. Tortishi ham o'ziga yarasha. Yomon tortib qo'yadi, bor. Bitta haydagan odam boshqa mashina haydamaydi. Shunaqa, svetoforni bitta haydab ko'rishsa bilishadi. Hammani orqada qo'ygizgandan keyin voy deydi. Kapitanskiy o'rindiq, ikkinchi qator, uchinchi qator mana. Uchinchi qator ham ancha keng bo'ladi.
keyin yumshoqligi ham yaxshi buni. Yukxonasi ruchnoy bo'ladi, elektronniy bo'lmaydi buniki. Kamerasi orqaga anaqa zadnik yurganda kamerasi bor, 360 bo'lmasa ham. Lyuki bor, keyin aytib o'tib ketishimiz kerak. To'g'risi buni narxi rosa arzon edi. Men sizlarga aytdim, "Voy akalar, kelib olib qolinglar, 1-maydan qimmatlaydi" desam ham e'tiborga olmagan bo'lsanglar, endi qimmatiga olasizlar. Aka, qancha bo'ldi endi narxi? 21400 ga. 21400. Hozir qancha qo'shildi shunda? 2500. $2,500 narxi qo'shildi o'rtoqlar. 1-maygacha olgan akalarimiz $2,500 arzoniga oldinglar. Endi bu yoq 2,5 qimmatiga, lekin 21400 ga ham yaxshi. Yaxshi lekin. Stoy, chunki 23000 sotilganda bu mashina birinchi kelganda 23000 edi mana shu mashina. Mana tushib ancha tushirdik, endi iloji yo'q. 1-maydan utilizatsiya yig'imi ko'tarilganligi sababli oshib qoldi narxi. Atay ular o'zlari oshirishgani yo'q. Yana bitta 7 kishilik mashinani ko'rsataman. Bu mashinani men birinchi ko'rganimda BMW X7 ga o'xshatganman. To'g'ri, motori, bir komfortlari, gavdasi o'xshamaydi, lekin turq tarovati ko'p ya, faralar, orqa mana bu yerlar ham o'xshaydi-da, o'rtoqlar. Lekin dishovka mashina emas, unaqa Xitoyda ishlab chiqarilgani bilan Italiya bilan qo'shma korxona, 360 gradus kamerasi bor. Bokovoylari qiziydi, beskulchovoy dostov, panorama lyuk, qora patolog, koja salon, elektronniy o'rindiqlar, ruli ham elektronniy, cruise kontrollari bor. Skorlarni ko'ringlar. Tez monitor, zoom choq, bar. 7 kishilik. Eng qizig'i qaranglar. Ikkinchi qatori tepasida ham obduf bor, isitish, sovutish. Bu yerda 3-qator uchun ham hattoki qanasan ochiq sim. Bismillah. 3-qator uchun ham mana qaranglar. Kondisioner yoki pechkani obduflari bor. Orqadagi odam isib ketmaydi yoki sovqatib qolmaydi. Shunaqa qulayliklar ishlab chiqarilgan. 1,5 turbina motori. 1,5 turbina. 1,5 turbina. Kafolati qanaqa bo'ladi bularni? Kafolati 3 yil yoki 100 ming probeg. 300-100 ming probeg inomarkalar uchun. To'g'ri aytdimmi? Ha, shunaqa. Yuk mashinalarimiz uchun qancha? Yuk mashinalarimiz uchun motor, korobka, orqa reduktoriga 40 ming probeg yoki 2 yil garantiya beramiz. Bularga qaylarga garantiya beramiz? Bunga ham motor, korobka, elektr qismiga. Elektronik qismiga. Endi u yoqda boshqa narsasi qolmabdi-da. Qarang, endi videoni boshida men karillab qo'ydim. Qurbon hayitiga sovg'amiz bor deb qo'ydim. Aka, nima sovg'a qilamiz? O'zi nima sovg'a beryapmiz, yana nima qo'shib beryapmiz? Gurzo mashinalarimiz uchun qanaqa model olishsa ham bitta polik shu yerdan olib ketishadi. Polik. Ha. Evakordan polik. Evakordan polik. Plus qaysi model olishsa, shunga ketadigan moy bilan filtrini o'sha olib ketishgan kuni kerak bo'lsa mashinaning ichiga solib beramiz, olib ketishadi. Demak, bir martalik moy almashtirish ham tekinga tushyapti. Tekin qilib beramiz. Qoyil. Qarang, hozir buni yangisini olib chiqqandan keyin necha ming kilometrda moyni almashtirish kerak? 2000 kilometr. 2000 kilometr. Birinchisini 2000 kilometr taklif qilamiz. Mashina obkatka bo'ladi, shuning uchun obkatkadan chiqishi bilan 2000 ga almashtirib, u yog'ini o'sha 7000, 8000 ga almashtirishaveradi. 8000. O'rtoqlar, уже почти 10000 kilometrgacha sizlar moyni ham muammosini qilmas ekansizlar. Eshityapsizlarmi? Bu sovg'alar bilan o'zlarini cho'ntagidan, mana u bilan yog'i kelmaydi o'zi. Misol komplektida, rem komplekti ichida chiqmaydi-da, moy, to'g'rimi? Komplektning ichida bitta o't o'chirgichi, damkrati, balon kuluvchi, bitta balonni bo'shatadigan kichkinagina kulutchasi bo'ladi. Bo'ldi, bitta zinagi bilan. Komplektida. U narsalar hammasi ichida turadi. Moyni siz cho'ntagingizdan berasiz. Moy bizni Namangan avtosalonining hisobidan. O'rtoqlar, bizdan xarid qilishgan uchun. Namangan shahardagi Qobil akani anaqalaridan, salonlaridan, ya'ni filiallaridan podarka sifatida olasizlar. Polik bilan birgalikda bitta moy, ya'ni bir martalik almashtirish uchun moy ham beradilar. Endi aka, T52 miz ham bormi bu yerda? Bor. Uni ham bitta ko'rsatib ketaylik. T52miz ko'rsatganimiz yaxshi. Ozroq qoldi. Buni ham ko'pchilik nima qilishdi. Keyin odam tashiydiganimiz bor edi. Uni ham ko'rsatmasak bo'lmaydi. Mana bu yerda bor ekan, T52 yonida mana. O'rtoqlar.
как T32 ga o'xshaydi bu ham. Dubl kabina. Xuddi shuni dubl kabinasi yukxonasi sal kichiklantirilgan bo'ladi. Motorlari deyarli bir xili. Aha. Oldi tomon risollari, orqa tomonlari. Buni dubl kabinada gaz baloni 65 tali 2 dona bo'ladi. Ha, buniki gaz balonidan farqi ham bor. Dubl kabina bo'lgani hisobiga gaz balon kichikroq qo'yilgan bunga. Lekin deyarli bir xil narsa ikkalasi ham. Motor, hammaga yurishlari, elektronikasi, saloni hamma yog'i bir xil. Shuni bitta ikkita narsasida farqi bor. Ayniqsa aytdimki sizlarga, ayniqsa shu fermer akalarimiz uchun rosa zo'r narsa-da bu. Chunki qo'sh balonli mashinada gektar ichiga kirib chiqish ham muammo emas-da. Shunda ham kirib chiqaverasizlar akalar. Ishchilarni ortib, orqasiga yukki ham ortib ketishaveradi bemalol. O'rtoqlar, mana kelasizlar, buni narxida nima farqi bor endi aka? Narxi hozir buni ham o'sha skidkaga tushgan $19,200. 19,200 buni ham. Buni ham shunaqa. Asli dubl kabina bundan qimmat yurardi. Endi $22,100 edi. Ha. Bu $22,200 edi. $100 farq qilganda. Bu ham o'sha 2,5 shunaqa skidkaga tushgan $3,000. Restyling bo'lishidan oldin birinchi kelganida narxi bundan qimmat edi-da. Hozir buni narxi mana undan asli narxi, hozirgi qonuniy narxi bundan $100 arzon bo'lib qopti. Endi skidka bo'lganligi uchun rasprodash qilib 19,200 bir xil qilib qo'ydi summasini. Gap yo'q. Odam tashiydigan akalarimiz, mana qaranglar, bog'changiz bor, xususiy maktabingiz bor, tekstil anaqa fabrikangiz bor yoki bir zavodingiz bor, odam tashish uchun yoki shunga o'xshagan ish bilan shug'ullanasiz, tur firmangiz bor, siz uchun marhamat. Bu necha kishilik endi? M7, 11 kishiligi bu. 11 kishiligi. 1+10. Xudo xolasa yana tez kunda 9 kishiligini kutib turibmiz. 9 kishilik kelsa, nimaga o deyapman, tushunadiganlar o'zi yaxshi ham tushunib oldi. 11 kishilikda B kategoriya bilan avtobus haydashga ruxsati borlar haydaydi. 9 kishilikda B bilan lyubitellar. Shunaqa. Eng fasaligida biz ham haydaveradigani kelar ekan, Xudo xolasa. Endi qiziqqanlar bo'lsa, aloqa chiqib turishsa, mana shu bir hafta 10 kunlar ichida kirib keladi, Xudo xolasa. Qaranglar, ekranda nomer turibdi. Telefon qilasizlar. Yo o'zlari, yo ukalari olishadi. Sizlar zakaz qilib qo'yasizlar. M7 odam tashiydiganni 9 kishiligi meni o'chirtga yozib qo'ying deysizlar. Kelishi bilan telefon qilishadi. Kelib shuni pulni sanaysizlar, shot spravka bilan yangi olib ketasizlar. 11 kishiligimizdan bor, bemalol kelib, xarid qilib ketishadi. Nalichida 11 kishilikdan bor. Oqdan, Delfin svetidan ham bor. Delfin svet boshqa Delfin svet tugab qoldi, oqidan qoldi. Endi biz vodiy tomon ko'proq oq bilan qaymoq yaxshi ko'rishadi. O'zimiz ham oq mashina ko'p haydaganmiz, shuning uchun oqidan olib kelib qo'ydik ko'proq iloji boricha. O'rtoqlar, bu liniyaga odam tashish uchun yaxshi variant bu ham. Damazdan ancha komfort, kondisionerlari bor, ABS tormozlari bor, rullari elektronnik, o'rindiqlari yumshoq. Olaverasizlar. Endi sizlarga lokatsiyani, manzilni eslatib o'tib ketishim kerak. Yo'lni bo'yida, serqatnov joyda, bu yoqqa ketsangiz Lola Jahon bozoriga ketasiz, bu yog'i to'g'ri ketsangiz Navbahor stadioniga borib turib, chapga yursangiz Toshkentga chiqib ketasiz. Xullas, Namangan shaharni aylanma halqa yo'li desa ham bo'laveradi. Nestle zapravkani bilasizlar. Lola Jahon bozoridan Nestle zapravkaga kelib, Nestle zapravkadan 500 metr o'tganingizda o'ng qo'lingizda keladi. Mana Shinre SVM Namangan filialiga. Qo'ng'iroq qilsanglar lokatsiya tashlab berishadi. Qiynalmasdan kelasizlar. Qobil aka, shunga o'xshagan aksiyalarni ko'proq qilinglar aka. Xudo xolasi yana bir aksiyani o'ylab turing aka. Qurbon hayitidan keyin yana bitta xalqimiz uchun foydali, manfaatli aksiyalar bo'lsin aka. Hozir bitta puliga ham eng kamida 300-400 ming-da. 300-400 ming bilan moyam bir 5-600 ming bo'lsa kerak. Endi filtrlari bilan. To'g'rimi? Yangi mashina olgan odam to'g'ri bir joyga qanaqadir pul ichini oldiga, bir ilnaka joylarga bormasdan faqat haydashni o'ylasa bo'ldi. Haydasin. Shunga. O'rindiqlari koja tiktirish shart emas. Yuraveradi. Shundoq ham yurishaveradi. O'rtoqlar, Namangan filialida kutib qolamiz. Namangan filialidan avtomashina xarid qilishingiz uchun sizlarga moy beryapmiz. Mana
polik beryapmiz. Xudo xolasa sifatli xizmatni ham ko'rsatib berishadi. Xudo xolasa. Servisni ham o'zlari tushuntirishadi. Kelsanglar, xudo xolasa hammasini tushuntirib, chiroyli qilib tuzatishadi. O'rtoqlar, videorolikni shu yerda yakunlaymiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bilan bizni qo'llab-quvvatlab, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar. Qobil aka, sizga ham kattakon rahmat. Xalq xizmatida charchamang. Xudo xolasa yaxshi kunlar ko'rishadi.